pensiya oladigan yoki yaqinlaringiz pensiyada bo'lgan bo'lsa, bugungi ma'lumotni o'tkazib yubormang. Chunki davlat yordami bo'yicha yangi tartiblar, qo'shimcha imkoniyatlar va ko'pchilik bilmay qolayotgan muhim tafsilotlar bevosita oilaviy byudjetga ta'sir qiladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kim yordam olishi mumkin? Kim hujjat topshirishi kerak? Kim esa bekorga navbatda vaqt yo'qotmasligi kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan vaqtida eshitilsa foyda beradi. Avval qanday edi? Ko'p hollarda pensionerlar davlat yordami haqida mahalla, tanish bilish yoki tasodifan eshitardi. Kimdir kommunal to'lov bo'yicha yengillik borligini bilardi. Lekin dori-darmon yoki ijtimoiy yordam bo'yicha imkoniyatdan bexabar qolardi. Kimdir men pensiya olaman, demak menga boshqa yordam berilmaydi deb o'ylardi. Yana kimdir uyimda farzandim ro'yxatda turibdi, demak menga hech narsa chiqmaydi deb hujjat topshirishga ham urinmasdi. Natijada eng ko'p yordamga muhtoj odamlar ko'pincha o'z huquqidan foydalanmay qolardi. Endi vaziyatda muhim o'zgarish bor. Yordam masalasi faqat umumiy pensiya miqdori bilan emas, pensionerning real yashash sharoiti, oiladagi daromad, sog'lig'i, yolg'iz yashashi, nogironligi, qarovga muhtojligi, kommunal xarajatlari va boshqa omillar bilan bog'liq holda ko'rilmoqda. Bu juda muhim. Chunki bir xil pensiya oladigan ikki odamning ahvoli bir xil bo'lmaydi. Masalan, bir pensioner 1200 ming so'm pensiya olib, o'z uyida yolg'izi yashashi har oy dori uchun 400 ming so'm sarflashi mumkin. Boshqa pensioner ham 22 ming so'm oladi, lekin farzandlari bilan ovqat va dori xarajatiga yordam bor. Shuning uchun hozir ko'proq e'tibor hujjatdagi raqamga emas, hayotdagi real ehtiyojga qaratilyapti. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan xato shuki, odamlar baribir menga chiqmaydi deb o'zlari qaror chiqarib qo'yadi. Aslida buni fuqaro emas, mas'ul tashkilot tekshirishi kerak. Sizning vazifangiz ma'lumotni to'plash, ariza berish, holatingizni aniq ko'rsatish. Agar hujjatlar to'g'ri topshirilsa, ko'p holatda imkoniyat bor. Birinchi navbatda kimlar e'tibor berish kerak? Eng avvalo, yolg'iz yashovchi pensionerlar. Agar sizning turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, farzandlaringiz boshqa joyda yashasa yoki sizga muntazam moddiy yordam bera olmasa, albatta mahallaga murojaat qiling. Farzandim bor, shuning uchun menga yordam tegmaydi degan gap har doim ham to'g'ri emas. Muhimi, farzandning borligi emas, real yordam berayotgani uning o'zi ishli yoki ishsizligi, boshqa oilaviy majburiyatlari bor yo'qligi ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh, sog'lig'i sababli doimiy xarajati bor pensionerlar. Masalan, qon bosimi, qandli diabet, yurak kasalligi, bo'g'im og'rig'i, ko'z muammosi yoki operatsiyadan keyingi davolanish bo'lsa, har oy doriga katta pul ketadi. Oddiy misol, opa million so'm pensiya oladi. Ijara to'lamaydi, chunki o'z uyida yashaydi. Lekin har oy qand kasalligi uchun 2,5 ming so'm, qon bosimi uchun 1,5 ming so'm, yurak dorisiga 1,5 ming so'm ketadi. Jami 30 ming so'm. Kommunal to'lovlar yozda bilik takshim 1 ming, qishda 3,5 ming so'mgacha chiqadi. Oziq ovqatga qolgan pul esa juda kam bo'ladi. Bunday holatda uyim bor deb yordamdan voz kechish noto'g'ri. Chunki uy borligi kundalik dori xarajatini yopmaydi. Uchinchi guruh, pensiya miqdori past bo'lganlar. Ba'zi odamlar ish staji kam bo'lgani, rasmiy ishlamagan davrlari ko'p bo'lgani yoki hujjatlari vaqtida to'planmagani uchun kam pensiya oladi. Masalan, aka 8 ming so'm atrofida pensiya oladi. U kishining elektr, gaz, suv chiqindi to'lovi, non, yog', un, dori va yo'l xarajatini hisoblasak, bu pul bir oyga yetmaydi. Bunday vaziyatda qo'shimcha ijtimoiy yordam, moddiy yordam, oziq-ovqat paketi, kommunal to'lovlar bo'yicha yengillik yoki boshqa dasturlar haqida so'rash kerak. To'rtinchi guruh, nogironligi bo'lgan pensionerlar yoki qarovga muhtoj keksalar. Agar odam mustaqil yurishi qiyin bo'lsa, doimiy parvarish kerak bo'lsa, uyga ijtimoiy xodim kelishi, tibbiy ijtimoiy xizmatlar, reabilitatsiya vositalari yoki boshqa yordam shakllari bo'lishi mumkin. Ko'pchilik faqat pul yordamini o'ylaydi, lekin davlat yordami har doim faqat naqd pul degani emas. Ba'zida aravacha hassalar eshitish moslamasi, sanatoriy yo'llanmasi, uyda parvarish xizmati yoki bepul tibbiy ko'rik ham katta yordam bo'ladi. Endi aniq vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 7 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi, pensiyasi 1,3 ming so'm. Tashqaridan qaraganda pensiyasi yomon emas deyish mumkin. Lekin
Uyning isitilishi elektrga bog'liq. Qishda elektr xarajati 400 ming so'mgacha chiqadi. Dori-darmonga 320 ming so'm ketadi. Oziq-ovqat uchun oyga kamida 700 ming so'm kerak. Shunda umumiy xarajat 1 million 500 ming so'm bo'ladi. Pensiya esa yetmaydi. Demak, bu onaxon yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Bunda u mahallaga borib yolg'iz yashashini. Farzandlardan real yordam yo'qligini dori xarajatlarini ko'rsatish kerak. Ikkinchi misol, 18 yoshli ota farzandi bilan bir uyda ro'yxatda turadi. Pensiyasi 1 ming so'm. Farzandi rasmiy ishlamaydi, mavsumiy ish qiladi. Uyda 3 ta bola bor. Ko'pchilik bir uyda farzandi bor ekan, yordam chiqmaydi deb o'ylaydi. Lekin bu yerda oila daromadi ham past, xarajat ko'p. Agar oilaning umumiy daromadi kam bo'lsa, pensionerning holati alohida ko'rilishi mumkin. Shuning uchun ro'yxatda birga turish har doim rad javobi degani emas. Hujjatlar to'liq tekshirilishi kerak. 3-misol, 75 yoshli opa 2 xonali uyda yashaydi. Bir xonasini ijaraga bermaydi. Chunki sog'lig'i sabab begona odam bilan yashay olmaydi. Pensiyasi 50 ming so'm. Odamlar uying bor, xonang bor, yordam so'rama deyishi mumkin. Lekin ijtimoiy yordam masalasida gap faqat mulk borligida emas. Mulkdan real daromad olyaptimi yoki yo'qmi? Insonning ehtiyoji qanday, sog'lig'i nima holatda, shu narsalar ham ko'riladi. Uy borligi avtomatik ravishda odam badavlat degani emas. 4-misol, xotin pensioner ikkalasi ham pensiya oladi. Birining pensiyasi 1 million 400 ming, ikkinchisiniki 900 ming so'm. Jami 2300 ming so'm. Bir qarashda bu mablag' ikki kishiga yetadigandek tuyuladi. Lekin kishi insultdan keyin yotib qolgan parvarish uchun taglik, dori, maxsus ovqat, bosim o'lchagich shifokorga qatnov kerak. Faqat parvarish xarajati oyiga 900 ming so'mga chiqsa, oilaning qolgan ehtiyojlari qiyinlashadi. Bunday holatda qarovga muhtojlik hujjatlari, tibbiy ma'lumotnomalar va xarajatlarni tasdiqlovchi ma'lumotlar muhim bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar pensionerning daromadi yetarli bo'lsa, farzandlari muntazam yordam bersa, dori xarajati katta bo'lmasa, bu odam yordamdan mahrum qilinadi degani emas. Balki navbatda undan ham og'irroq ahvoldagi insonlar oldinroq ko'rilishi mumkin. Men bu yerda bir narsani ochiq aytaman. Davlat yordami adolatli taqsimlanishi uchun ehtiyoj eng asosiy mezon bo'lishi kerak. Shuning uchun kimning holati og'irroq bo'lsa, u birinchi bo'lib harakat qilishi kerak. Endi eng muhim istisnolar va ko'pchilik sezmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Ro'yxatda turgan odam bilan real yashayotgan odam farq qilishi mumkin. Masalan, pasport bo'yicha o'g'il onasi bilan bir manzilda ro'yxatda turadi, lekin aslida boshqa viloyatda ishlaydi yoki ijarada yashaydi. Agar mas'ul organ faqat ro'yxatga qarasa, uyda mehnatga layoqatli farzand bor deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun arizada real holatni yozish, mahalla orqali tasdiqlatish kerak bo'lsa, qo'shnilar yoki profilaktika inspektori ma'lumotiga tayanish kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, norasmiy yordam hisobga olinishi mumkin. Masalan, farzand har oy 5 ming so'm berib turadi. Lekin bu bank orqali emas, naqd shaklda. Agar siz arizada hech kim yordam bermaydi deb yozsangiz, keyin bu holat aniqlansa, ishonch yo'qoladi. Men doimo maslahat beraman. Holatni yashirmang, lekin to'g'ri tushuntiring. Farzandim ba'zan 200 ming so'm beradi, lekin doimiy emas, o'zi ham ishsiz. Shu sabab asosiy xarajatlarini qoplay olmayapti deb yozish yaxshiroq. Rost ma'lumot hujjatini kuchli qiladi. 3-nozik jihat. Bank kartasiga tushayotgan pul. Ba'zi pensionerlar qarindoshlarining pulini vaqtincha o'z kartasidan o'tkazib beradi yoki kimdir kartangizga pul tashlab turing, keyin olib berasiz deydi. Keyin esa tekshiruvda kartaga kirimlar ko'rinadi va bu daromad sifatida talqin qilinishi mumkin. Shuning uchun agar siz yordam so'ramoqchi bo'lsangiz, kartangizdagi harakatlarga ehtiyot bo'ling. Begona pulni o'z kartangizdan aylantirish keyinchalik sizga zarar berishi mumkin. 4-nozik jihat, mulk masalasi. Uy, yer, avtomobil yoki boshqa mulk borligi ayrim dasturlarda ahamiyati bo'lishi mumkin. Lekin bu ham har doim avtomatik rad degani emas. Masalan, eski avtomobil ishlamay turgan bo'lishi mumkin. Uy esa sotib bo'lmaydigan yagona yashash joyi bo'lishi mumkin. Muhimi, mulk daromad keltiryaptimi? U sizning hayotingizni yengillashtiryaptimi yoki yo'qmi? Shuning uchun mulk bor bo'lsa ham vaziyatni tushuntirishdan qo'rqmang. 5-nozik jihat, vaqtida yangilangan hujjatlar. Tibbiy ma'lumotnoma eski bo'lsa,
nogironlik guruhi bo'yicha hujjat muddati tugagan bo'lsa, pensiya miqdori haqida ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, ariza cho'zilishi yoki rad etilishi mumkin. Ko'p odamlar men kasalman. Buni hamma biladi deydi. Lekin hujjat tizimi hamma biladi degan gap bilan ishlamaydi. Tizimga rasmiy ma'lumot kerak. Shifokor xulosasi, ambulator karta, dori ro'yxati, kasallik tarixi, nogironlik guvohnomasi, pensiya ma'lumotnomasi. 6-nozik shart yordamning turi. Ba'zi odamlar faqat bir martalik moddiy yordamni kutadi. Aslida imkoniyatlar turlicha bo'lishi mumkin. Kimdir oziq-ovqat yordam oladi. Kimdir kommunal to'lov bo'yicha qo'llab-quvvatlanadi, kimdir tibbiy yordamga yo'naltiriladi, kimdir ijtimoiy xodim xizmatidan foydalanadi. Agar siz menga faqat pul kerak deb turib olsangiz, boshqa foydali yordamlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Men har doim so'rashni maslahat beraman. Mening holatimda qanday yordam turlari bor? Bu savol juda muhim. 7-nozik jihat. Bir marta rad javobi olgan odam keyin qayta murojaat qilishi mumkin. Rad javobi hayot bo'yi taqiq degani emas. Masalan, o'tgan yili farzandingiz ishli bo'lgan, oilaviy daromad yuqori chiqqan, shu sabab yordam berilmagan. Bu yil farzandingiz ishsiz qolgan, sizning sog'lig'ingiz yomonlashgan, dori xarajatlari oshgan bo'lishi mumkin. Demak, holat o'zgarsa, qayta murojaat qilish mumkin. Eng muhimi, yangi holatni tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'z holatingizni qog'ozga yozib chiqing. Pensiya miqdoringiz qancha? Har oy dori-darmonga qancha ketadi? Kommunal to'lovlar yozda va qishda qancha bo'ladi? Oziq-ovqatga minimal qancha sarflaysiz? Sizga kim yordam beradi va qancha yordam beradi? Bu savollarga javob yozilsa, siz mas'ul xodim bilan gaplashganda chalkashmaysiz. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya miqdori haqida ma'lumot, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oilaviy tarkibga oid ma'lumot, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'lsa tegishli guvohnoma. Kommunal to'lov kvitansiyalari, dori xarajatlarini ko'rsatuvchi chek yoki retseptlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan mahalla yoki mas'ul tashkilotdan ro'yxatni aniqlab oling. 3-qadam, mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Men bu yerda shunchaki bo'ring demayman, qanday gapirishni ham aytaman. Siz shunday deyishingiz mumkin. Men pensiyadaman, daromadim xarajatlarimni qoplamayapti. Sog'lig'im bo'yicha doimiy xarajatlarim bor. Mening holatimda qaysi turdagi davlat yordami yoki ijtimoiy xizmatlar mavjudligini ko'rib berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq gapirsangiz, murojaatingiz umumiy shikoyat emas, rasmiy ehtiyoj sifatida qabul qilinadi. 4-qadam, arizani og'zaki emas, yozma tarzda qoldirishga harakat qiling. Og'zaki gap ba'zan unutiladi, xodim almashadi, navbat cho'ziladi. Yozma arizada ism, familiyangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya miqdori, oilaviy holatingiz, sog'lig'ingiz, asosiy xarajatlaringiz va so'rayotgan yordamingizni ko'rsating. Ariza nusxasini yoki qabul qilingan tasdiqlovchi belgi olish foydali. Bu sizga keyin men murojaat qilganman deb isbotlash imkonini beradi. 5-qadam, tibbiy hujjatlarni kuchaytiring. Agar sizda doimiy kasallik bo'lsa, oilaviy poliklinikaga borib, shifokordan hozirgi holatingiz haqida rasmiy ma'lumot oling. Dori ro'yxati, davolanish tavsiyasi, tekshiruv natijalari bo'lsa, barchasini tartiblang. Faqat belim og'riydi deyish yetarli emas. Shifokor tashxisi bor. Mana davolanish tartibi, mana dorilar ro'yxati, mana har oylik xarajat desangiz, holatingiz ancha aniq ko'rinadi. 6-qadam, xarajatlaringizni isbotlang. Ko'pchilik pensioner chek saqlamaydi. Dorixonadan dori olganda chekni oling. Kommunal to'lov kvitansiyalarini tashlab yubormang. Shifokor tavsiyalarini papkaga soling. Bir oy davomida real xarajatlarni yozib boring. Masalan, non maqati 1000 ming, dori 420 ming, elektr 2 million ming, gaz 90 ming, suv 10 ming, yo'l xarajati vaksin ming, telefon 35 ming. Shunday yozuvlar sizga ham, mas'ul xodimga ham haqiqiy ahvolni ko'rsatadi. 7-qadam, agar rad javobi berilsa, sababini so'rang. Sizga chiqmaydi degan umumiy gap bilan to'xtamang. Nima sababdan? Daromad yuqori chiqdimi? Hujjat yetishmadimi? Oilaviy tarkib bo'yicha muammo bormi? Mulk sabab bo'ldimi? Agar sababni bilsangiz, xatoni tuzatish mumkin. Masalan, hujjat yetishmagan bo'lsa to'ldirasiz. Ro'yxatda turgan, lekin real yashamaydigan farzand sabab bo'lsa, real holatni tasdiqlashga harakat qilasiz.
tibbiy hujjat eskisi bo'lsa yangilaysiz. 8-qadam yolg'iz bormang. Agar sog'lig'ingiz yoki yoshingiz sabab qiynalsangiz, ishonchli farzandingiz, qarindoshingiz yoki qo'shningizdan yordam so'rang. Lekin muhim hujjatlarni hech kimga nazoratsiz bermang. Pasport, bank karta, PIN kod, elektron raqamli imzo, telefoningizga kelgan SMS kodlarini begona odamlarga aytmang. Afsuski, yordam va'da qilib, pensionerlarni aldash holatlari ham uchraydi. Davlat yordami uchun oldindan pul bering. Tez chiqarib beraman degan gaplarga ishonmang. Rasmiy yordam pora yoki oldindan to'lov bilan berilmaydi. 9-qadam rasmiy manbalardan tekshiring. Mahalla tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ishonch telefonlari orqali ma'lumotni aniqlashtiring. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har bir xabarga ishonmang. Ba'zan hamma pensionerga falon pul beriladi degan xabar tarqaladi. Odamlar navbatda yuradi. Keyin esa bu faqat ayrim toifa uchun ekani ma'lum bo'ladi. Shuning uchun ma'lumotni tekshirish pulingizni ham, vaqtingizni ham asraydi. 10-qadam yaqinlaringizga ham tushuntiring. Bu ma'lumot faqat siz uchun emas. Mahallangizda yolg'iz onaxon, kasalmand otaxon hujjat ishini bilmaydigan qo'shni bo'lishi mumkin. Ularga borib ariza bering deb qo'yishning o'zi yetmaydi. Kerak bo'lsa, hujjatlarini tartiblashga yordam bering, savollarni yozib bering, qayerga borishini ko'rsating. Davlat yordami tizimi ishlashi uchun fuqaro ham faol bo'lishi kerak. Men alohida ta'kidlayman, yordam so'rash uyat emas. Butun umr ishlagan, farzand o'stirgan, jamiyatga hissa qo'shgan inson qariganda qo'llab-quvvatlanishga haqli. Ko'p pensionerlar boshqalarga kerakroqdir deb indamay yuradi. Albatta, vijdonli bo'lish yaxshi. Lekin agar siz haqiqatan ham muhtoj bo'lsangiz, jim yurish o'zingizga zarar. Hujjat topshiring, holatingizni tushuntiring, rasmiy javob oling. Shunda siz ham, tizim ham aniq ma'lumot asosida harakat qiladi. Yana bir muhim masala, pensiya qayta hisoblanishi mumkin bo'lgan holatlarni ham tekshiring. Ba'zan odamning eski ish staji, arxiv hujjati, ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilmagan bo'ladi. Agar sizda avval ishlagan joyingiz bo'yicha qo'shimcha hujjat topilsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ham davlat yordami kabi muhim. Chunki bir martalik yordamdan ko'ra doimiy pensiya oshishi ancha katta foyda beradi. Shuning uchun faqat yordam so'rash bilan cheklanmang. Pensiyangiz to'g'ri hisoblanganmi? Shuni ham tekshirtiring. Agar sizning turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik, meros, uy, joy hujjatlari, kommunal shartnomalar va boshqa masalalarni ham tartibga soling. Ko'pincha pensionerlar yillar davomida uy hujjatini o'zgartirmaydi. Kommunal hisob raqami marhum odam nomida qoladi. Keyin yordam yoki subsidiya masalasida muammo chiqadi. Hujjatlar tartibli bo'lsa, davlat xizmatlaridan foydalanish osonlashadi. Bugungi asosiy fikr shuki, pensionerlar uchun davlat yordam masalasida eng muhim narsa real ehtiyojni to'g'ri ko'rsatish, hujjatlarni tartibga solish va o'z huquqini bilishdir. Pensiya olishingiz sizni boshqa yordamdan avtomatik mahrum qilmaydi. Farzandingiz borligi ham har doim rad javobi degani emas. Uy joyingiz borligi ham har doim sizga yordam kerak emas degan ma'noni bermaydi. Har bir holat alohida ko'riladi. Shuning uchun siz vaziyatingizni aniq, halol va hujjatlar bilan tushuntirishingiz kerak. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiyada bo'lsa, bu gunoh ularning daromad va xarajatlarini birga ko'rib chiqing. Dori cheklarni yig'ing, kommunal to'lovlarni tartiblang, mahalladan qanday yordam turlari borligini so'rang. Eng katta xato bu bexabar qolish va baribir menga tegmaydi deb hech narsa qilmaslik. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar qanday yordam olyapti? Ariza topshirishda qanday muammolar bo'lyapti? Tajribangiz boshqalarga foyda berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir bir oylik dori pulini, kommunal xarajatini yoki zarur yordamga yetib borishni hal qilishi mumkin.